Bizda bugun o'zgacha challenge. Bizda 3 ta ishtirokchi ko'zi bog'langan holatda penalti tepishadi va 3 tadan imkoniyat beriladi. G'olib ishtirokchimizga sirli sovg'a. Videoni oxirigacha ko'ring va sirli sovg'ani bilib oling. Men ismim Shomurod Sanjar va men bu challenjda 100% yutaman. Aniqlik emas. Men ismim Abduboriy va men 13 yoshdaman. Men sirli futbolistman. Hammaga salom. Men ismim Faxriddinov Abdumalik. Men 12 yoshman. Penalti challenge'da yutishga harakat qilaman. Oyog'ini boshqatdan sindirib, yaxshilab joyiga solish kerak. Bola olib turaymi? Orqara, adgina orqara 10. Shomurodov jiyan. Ayaqsini rozimi bo'lib. Yana bittadan tepamiz. Tayyormisan? Varatan tepasidan 20 metr balandlikdan o'tib ketsa, yana futbolchilarimiz qanday qilib qoldi? Xuddi sal qolgandek gol bo'lishi kerak. Tema, taraf. Ketdi. Voy, urdimmi? Bu teshik. Varatarimizning bunaqangi xatolarini biz kutmagandik. Afsuski cho'zilish kerak edi, videomizni urolmaslik kerak edi. Lekin bugungi challengeimiz g'olibi Shomurodov Sanjar bo'ldi va gapini ustidan chiqdi. Mujik сказал, mujik. Alle. Soat. Nima ekan? Soat. Hammaga rahmat. Xursand bo'lib ketdim. Bugungi challengeimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizni kuzatishda davom eting. Bundan ham hali qiziqarli videolar oldinda.